Hammaga assalomu alaykum bolalar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Hurmatli soqqa-xabchilar, bugun biza Binarium platformasida. Xo'sh, bugun o'rganadigan asosiy narsamiz bu bozorni oldingi holatini qarab, xuddi o'shanga mos ravishda, demak, savdo qilish hisoblanadi. Ko'ryapsizlar, bizda hozir umumiy uptrend. Xo'sh, sal kattaroq time frame ga o'tkazaman. Ixchamroq bo'lish uchun. Ko'ryapsizlar, umumiy tepaga qarab ketyapti bozor. Endi hozir yaxshilab qarasanglar, tepadagi joylarda bu yerda aynan tepadan soyalari ko'rinib qolgan. Mana soyalari tepadan paydo bo'lib qolgan. Bu esa bizda narxda ozgincha grafikada flat berib, teskari tarafga yurib berishini bildiradi. Ya'ni narx pastga tushib berishi ehtimoli bor. Yana bitta zo'r, demak, mana buni qo'yib oldim. Demak, ko'ryapsizlar, sekin tepadagi chiziqlarga tegyapti va bizani qiladigan ishimiz aynan shu joydan pastga zelka ochish. Demak, har doimgi strategiyaga asoslangan holatda 1 daqiqa vaqtni surib, yana pastga zelka ochiramiz. Aytishinglar mumkin, axir narx tepaga qarab ketyapti, nimaga pastga zelka ochyapsiz, uptrend-ku yo'q. Bola qaranglar, bozorda shunaqa struktura bo'ladi. Har doim ham o'sha trend bo'yicha harakat qilgan paytingizda o'z vaqtida bu yerda trend katta masshtabdagi trend hisoblanadi. Va biz hozir kichkina, ya'ni 10 sekundlik time frame ni analiz qilyapmiz va 1 daqiqa hamda 5 daqiqa oralig'ida bo'lgan vaqtda zelka ochyapmiz. Shu uchun biz umumiy trend yo'nalishida ishlamaymizda, balki aynan o'sha narxni oldingi bo'lgan holatiga qarab, solishtirib, indikatorlardan foydalangan holatda zelka ochishimiz kerak bo'ladi. Ko'ryapsizlar, tepada ancha katta soyalar paydo bo'lyapti. Shu uchun hozir yana 2 ga ko'paytirib, dagon qilishga harakat qilamiz. Ya'ni o'sha martingelni ishlatgan holatda. Xo'sh. Narx tepaga ketishni boshladi. Sal trendga qarshi yuryapti. Mayli, hech qisi yo'q, kutamiz. E'tibor qilinglar, men aynan o'sha $30 bilan, to есть $30,000 bilan har bitta zelkaga o'rtacha $1000 chekda kiryotdim. Xo'sh, vaqtni ozgincha suraman va davay bratola $5000 ketdi pastga. Bu уже ancha katta risk, ancha katta hajmda ochilgan zelka, chunki bunga katta ehtimoli katta plyus chiqishini, chunki yetarlicha darajada tepaga chiqib ketdi. Resistance zonaga ancha yetib urildi va shu joydan aniq pastga ketish kerak. Xo'sh, ketdik yana pastga. Ikkita $5000, umumiy $10,000. Ko'ramiz. Juda ajoyib. Yaxshi tushib berdi pastga. Plus, ikkinchisi ham katta ehtimol plusda yopamiz. Ko'rib turibsizlar, umumiy $10,000 dan ziyodroq ishladik hozir, shunisi plyusda yopilgani bilan. Xo'sh.
Davay, bo'sh turmaylik, nima deysizlar? Sal vaqtni cho'zamiz, chunki ozgincha teparoqqa chiqdi va pastga zelka ketdi. Yana 5000. Ajoyib, zo'r. Bolalar, ko'ryapsizlar, normal ishlaydigan strategiya. Yana pastga. Xullas, aynan mana shunaqa strategiyalarni yaxshiroq tushunib, bemalol bozorda qo'llamoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimizga o'tinglar. Soqi Hub asosiy kanalimiz, undan tashqari VIP kanalimiz ham bor. Tekinga qo'shilib olsanglar bo'ladi. Har kuni signallar beriladi u yerda. Iron Payt o'zim tomonimdan, Iron Payt esa sherik treyderlar tomonidan beriladi. Bemalol qo'shilib foydalanishingiz mumkin. Hammasi sizlar uchun tekinga. Ko'ryapsizlar, tradingda pul ishlash shunchalik ham qiyin emas. Shunchaki nimani qanday qilishni yaxshilab o'rganib olsanglar, bo'ldi. Sabr qilib yog'iga sekin-sekin bemalol ko'tarib olsanglar bo'ladi. Shunchaki nimani qanday va qachon qilishni bilish kerak xolos deydi-yu. Yana plus umumiy $50,000. Wow, вообще super. Где-то $20,000 ishladik demak. 10 daqiqaning ichida. Xullas, soqchilar, like, komment kutib qolaman. Yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarni ham o'tkazib olmaslik uchun hammaga rahmat.